Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Masal. Bugungi videomizda skinlar tekshiramiz deb turmayman hazillashib. Salomlasha. Orqamdagi nima bu? Wow, deb videoda qizaloq qilib boshlash kerak. Anaqa uyqurdim. Mebellari bilan mod qo'shdim. Tomcha kengroq qo'ymayman, jicha erinib qoldim. E'tibor bermang. Bor ekan, batut qo'yib qo'ydim. Chunki maza qilib sakayman-da. Sakrayman xullas. Bu yerda mashina qo'yishim kerak edi. Mashina moddiy tezrog'ini topamadim. Lamborghini qo'yib ko'ryapti-da. Sig'masa yo'q, sig'maydi. Mashinasini qo'yib qo'ydim. Va kirganlarga men yerda eng aniqlagan gilamcha bitta manga qarasanglar qo'rqib ketasizlar. Qo'rqib ketishlar shart. Men yerda aniq supurgilar kimlar hali qo'ylab turadi. Men yerda musor baqir, bu yerda bambuk. Bu yerda rasm chizib o'tiraman. Bu yerda mana qolib durbindan qarayman. Bu taxtdan durbindan qarayman. Taxtdan. Men yerda qo'l kirib, mana qo'l yuvadigan joy. Bu yer bo'lsa divan. O'tirib olib, o'ynab, bu narsalar qilib o'tirasizlar mana. Bu narsalar yeb, pizza yeb. Nima edi buni? Haligi shashlik deyman. Pechenye yeb, men yerda kitob o'qib o'tirasizlar. Bu yerda bo'lsa qo'shiq eshitib aytamiz, mo'suvet. Yo'q, o'zlari ham o'rgan. Ishlar. Mana zo'r ekan, xullas. Bu yerda mana kitob o'qiymiz. Bu yerda nima bor, sashni qo'yib qo'ydim. Xullas, shu uyimga undan necha ball berasizlar? Sizlardan iltimos qilib qo'yaman. Alohida yozinglar skinga ham. Undan necha ball beringlar, iltimos.